Bitta zapravka bilan naq 1400 km yurib bera oladigan Arizo 8 ni qarshi oling. Ustaga ustak foizsiz bo'lib to'lashga ham o'z nomingizga chiqarib ketsangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'lovlar haqida batafsil tushuntirib o'tamiz. Xo'sh ketdik. Ushbu avtomobilda naq 347 ta o't kuchi yashiringan bo'ladi. Tepa ko'rib turganingizdek panorama lyuklargacha bor. Slepoy zona ko'radi mashinamizda 360 kamera ham mavjud. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, to'laqonli ekokoja bilan jihozlangan bo'ladi. Mana chiroyli ekokojalarda bu yerda pamit sidenkalargacha bor. 3 talik bo'ladi. Akustikasi Sony akustikalari qo'yilgan bo'ladi. Orqada subwoofergacha original o'zida bor. Gabarit bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'tirib ko'rsataman, ancha ham keng, maza qilib haydaysiz. Gabarit bo'yicha ancha keng bo'ladi. Orqada o'tirsangiz ham ancha katta gabaritlari bor. Panorama lyuklari, bu yerda skor suradigan rechaklari ham elektronniy hisoblanadi. Joystikli qo'yilgan. Elektronniy rullari bor. Polностью sensor ishlaydi. Bu yerda cruise control nazorati, o'ng tarafimizda multimedia kontrollari ham bo'ladi. Yana bir qiziq funksiyasi haqida aytib o'taman. Ushbu avtomobilda offline Alisamiz ham bor. Ya'ni mashina bilan gaplashib ham keta olasiz. Orqa gabaritlariga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek ancha ham keng. Uzoq yo'llardan umuman charchatmaydi. Orqada podlokotnikgacha polniy sidenkalar ham qizitadi. Abduf ham ushbu avtomobilimizda mavjud. Rangiga ham bir e'tibor berasizlar, hamyurtlar. Nardagrey rangidan har xil ranglarimizdan nalichida mavjud. Qarshi seriya avtosalonida bir kun o'zi xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Bitta pasport evaziga. Orqa bagajlarini ham ko'rsatib o'tamiz. O'zida radnoy anaqa zaryadkalari ham bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz gibrid hisoblangani uchun ham elektrda, ham benzin aralashtirib yoqadi. O'shanda qarang, mashinamizning baki 55 talik bo'ladi. 1400 km yurib bera oladi. O'rtacha hisobda 3 litr 4 litrga to'g'ri keladi. Mana bu yerda subwooferlargacha bor, ko'rsangiz bo'ladi. Mashinamiz ham umumiy holatda 5 xil rejimda yuradi: ekonom, sport va standart. Undan tashqari gibrid va to'laqonli elektrda ham yursangiz bo'ladi. O'zida cruise control, adaptiv cruise control va undan tashqari klimat kontrollari bor, dvig'sonli bo'ladi. Ya'ni bir tarafini yaxlatib, bir tarafini isitib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zida hattoki bir o'zimni ham hayron qoladigan funksiyasi bor ekan. Ya'ni ayon, очиститель воздуха hisoblanadi. Misol uchun har xil hidlar bo'ladigan bo'lsa, salon ichida bitta knopkani bosasiz va o'zini o'zi tozalab oladi. Salon ichki holatdagi havolarni tozalab oladi. Undan tashqari zavodskoy освежителлari ham bo'lar ekan ichida 3 xil turda. Bitta knopkani bosasiz, zavodskoy освежитель. O'zimizda bo'lardi-ku, osib qo'yilardi, to'g'rimi? O'sha bunda zavodskoy avtomobilimizda da bor. Xo'p, to'lov shartlariga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilingizni 1 yildan 3 yil muddatgacha foizsiz bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi. Boshlang'ich to'lovimiz summasi foizsiz bo'lib to'lashga 30% dan boshlanadi. Agarda siz avtokredit yo'nalishida xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 15% minimal bosh to'lovga ham ushbu avtomobilingizni bir kun o'zida bitta pasport evaziga olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, hammangizni Qarshi shahar avtosalonida kutib qolamiz. O'zim shu yerda xizmatda bo'laman. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Charchamanglar.